Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Bekzod va bugun biz ajoyib bo'lgan italyancha cho'ntakcha deb nomlangan taomlarni jo'ja tovuq filesi yordamida tayyorlaymiz. Buning uchun bizlarga jo'ja tovuq filesi, pomidor, ismaloq, mozzarella pishlog'i hamda pesto sousi kerak bo'ladi. Tovuqimizni tozalashdan boshlaymiz. Demak, tovuqimizni yon qismidan kesib olamiz va kapalakcha ko'rinishda ochamiz. Endi esa pomidorimizni qalin parda ko'rinishda kesib olamiz. Mozzarella pishlog'imizni ham to'g'raymiz. Biroz kashnish urug'i, pomidor, mozzarella pishlog'i, oldindan tozalab olingan ismaloqlarni qo'yamiz. Ustiga pesto sousimizni qo'yib, tovuqimizni shkovlagichlar yordamida tikib chiqamiz. O'ziga xos tovuqli sendvichimizni tayyorlab oldik. Endi esa uni ustiga biroz yog' qo'yib, tuzlab olamiz va duxovkaga 180 darajaga 15 minutga qo'yamiz. Demak, tovuqimiz tayyor. Endi esa taomimizni bezashni boshlaymiz. Ustidan mozzarella pishlog'ini qirg'ichdan o'tkazib, pesto sousini quyib chiqamiz. Jo'ja tovuq filesidan italyancha uslubdagi cho'ntakcha nomli taomimiz tayyor. Yoqimli ishtaha.